Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hamidlar vatandoshlar, Toshkent Moskva Toshkent yo'nalishi bo'yicha navbatdagi reysiy avtobusimiz do'stlar. Komfortabil avtobusda ketmoqchi bo'lgan fuqarolarimizga maslahat, bemalol, bexijolat ekrandagi nomerlarga telefon qilib bog'lanib kelib ketsanglar bo'ladi. Hamidlar ko'rsatibsizlar, mana ahvolimiz sharoitlari juda ham ideal darajada. Sifatli reysiy avtobusda kimda-kim Moskvaga, Samaraga, Penzaga, Orenburgga hamda Rezan shahriga, через Moskva, Sankt-Peterburg shahriga ketmoqchi bo'lgan fuqarolarimizga tavsiya qilamiz. Telefon qilinglar, bog'laninglar aka-ukalar. Hozir mana yurtdoshlarimizdan so'rab o'tamiz. Kimda kim shunaqa ishonchli avtobusda ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol bog'lanishlari mumkin aka-ukalar. Akalar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qaysi shahar ketyapmiz aka? Qaysi shahar edi? Penza menimcha, Penza 8 kishi kelgansizlar. Penza kimda kim ketmoqchi bo'lsa. Aka, assalomu alaykum. Qaysi shahar ketyapsiz? Moskva. Qayerlisiz? Samarqand. Samarqand. Tavsiya qilasizmi aka? Ha, tavsiya. Avtobusimiz yo'qdimi? Qulaylari bormi ekan? Ha, bor. Hamma yo'q joyida, aka. Jalbalar yo'qmi? Gap yo'q. Akalar oq yo'q. Kimda kim sifatli reysiy avtobusda ketmoqchi bo'lsa, aka-ukalar 50 ta mestasi hamda zaryadka uskunasi, zamonaviy televizorlarigacha hamda ishonch kameralarigacha bor. Bemalol telefon qilinglar, bog'laninglar aka-ukalar, tanlovda adashmanglar.